1996-yil 12-noyabrda Hindiston poytaxti yaqinidagi Charxi Dadri shahrida Qozog'iston havo yo'llarining Il-76 samolyoti va Saudiya Arabistoni havo yo'llari aviakompaniyasining Boeing 747 samolyoti to'qnashib ketdi. Bu falokat tarixda havodagi to'qnashuvdagi qurbonlar soni bo'yicha eng yirik aviahalokat bo'ldi. Yerdagi qurbonlar bo'yicha birinchi o'rinda Tenerifedagi uchish-qo'nish yo'lagidagi ikkita Boeing 747 samolyotlarining to'qnashuvi bo'lib, unda 583 kishi halok bo'lgan. (1996-yil 12-noyabr) Qozog'istonning Il-76 samolyoti Chimkentdan Hindiston poytaxti Dehliga charter reysni amalga oshirmoqda. O'sha paytda ulkan yuk havo laynerida atiga 27 yo'lovchi va 10 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Qayta jihozlangan harbiy transport samolyotlarida yo'lovchilarni tashish Qozog'istondagi kichik aviakompaniyalarda odatiy hol edi. Ikki qavatli uchuvchi kabinasidagi o'rindiqda tajribali ekipajlar, komandir, ikkinchi uchuvchi, radio operator, bort muhandisi va navigator, shuningdek, havo kemasining yerda xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislari qolgan yo'lovchilar bilan birgalikda yukxonada o'tirishardi. Soat 16:25 daqiqa o'tganda havo layneri Chimkent uchish-qo'nish yo'lagidan uchib ketadi. Taxminiy uchish vaqti 3 soat 10 daqiqa edi. Hindistongacha parvoz odatdagidek davom etdi. Poytaxt havo boshlig'iga yaqinlashganda radio operator Igor Rep Dehli bilan bog'landi va 330-parvoz darajasidagi qo'nish nuqtasiga o'tganligi haqida xabar berdi. Ya'ni 33,000 funt balandlik nuqtasiga. Dispetcher esa 180-darajaga tushishga ruxsat berdi. Xuddi shu daqiqada Saudiya Arabistoni aviakompaniyasining Boeing 747 yo'lovchi samolyoti Dehli aeroportidan uchib ketmoqda edi. U Saudiya Arabistonining Dahran shahriga bortida 312 kishi bilan 763-sonli muntazam reysni amalga oshirmoqda. Boeing havoga ko'tarilgach, dispetcher bilan bog'lanadi va 100-parvoz darajasiga yaqinlashayotgani haqida xabar beradi. Tajribali hind dispetcheri Shri Datta esa ularga 140-parvoz darajasiga chiqishga ruxsat beradi. 2 daqiqadan so'ng Boeing 140-eshelonga yaqinlashayotgani haqida xabar beradi va balandroqqa ko'tarilishini so'raydi. Dehli, biz 140-eshelonga ko'tarildik. Keyingi eshelonga ko'tarilishga ruxsat bering. Saudi 747. Dispetcher Shri Datta 140-eshelonda uchib, ko'tarilish uchun ruxsatni kutishini buyuradi. Saudi 747, 140-eshelonda uchishni davom ettiring. Ayni paytda Qozog'iston havo yo'llariga tegishli Il-76 dispetcher Shri Dattadan 150-eshelonga tushishi haqida ko'rsatma oladi. Il-76 va Boeing G452 havo yo'li bo'ylab bir-biriga qarama-qarshi uchardi va faqat balandligida farqlanardi. Bu normal holat edi. Shu bilan birga Dehli dispetcherlari samolyotning aslida qaysi balandlikda uchishi haqida ma'lumotga ega emasdilar. Chunki yerda maxsus tegishli uskunalar yo'q. Ular parvoz balandligi haqida ma'lumotni faqat ekipajlarning o'zidan olishardi. Qozog'iston samolyotida dispetcher bilan aloqada radio operatori Igor Rep edi. Komandir Aleksandr Cherepanov boshqa ekipaj a'zolari kabi aloqaga yetarlicha e'tibor bermaydi va havodagi holatni bilmasdi. U havoda ulardan tashqari yana atiga 300 metr balandlikdagi farq bilan uchib kelayotgan Boeing 747 borligini bilmaydi. Aksincha, bu vaqtda kabinada yana bir boshqa narsa muhokama qilinmoqda edi. Yuqorida Boeing 140-eshelonni saqlab qolish bo'yicha ko'rsatma olgandan 1 soniyadan so'ng Il-76 radio operatori Igor Rep dispetcherning so'roviga javob beradi. Biz 150-eshelonga tushdik. Qozoq 1907. Garchi aslida o'sha paytda samolyot 16348 fut balandlikni kesib o'tib, endigina 15000 futga yaqinlashayotgan edi. Shu payt Il-76 ekipajiga qarama-qarshida kelayotgan Boeing haqida ma'lumot uzatiladi. Qozoq 1907, zudlik bilan 150-eshelonga chiqing. Sizga qarama-qarshi yo'nalishda Saudi Boeing 747 uchib kelyapti. Oraliq masofa 10 mil. Taxminan 5 mildan keyin to'qnashuv bo'lishi mumkin. Agar uni ko'rayotgan bo'lsangiz xabar bering. Igor Rep ingliz tilini tushunishda qiynalardi va u Boeing haqidagi ma'lumotni qayta takrorlashni so'rardi. Qozoq 1907, oraliq masofa 8 milga qisqardi. 140-eshelonda sizga qarama-qarshi yo'nalishda Saudiya Boeing 747 uchib kelyapti. Hozir qidiramiz. Qozoq 1907.
Hatto ikkinchi uchuvchi Yeremet Jengirov ham dispetcherni 140-eshelonga tushishga ruxsat berdi deb xato tushunadi va shu balandlikka tushishni davom ettiradi. Qo'mondon Aleksandr Cherepanov ham dispetcherni xabarini tushunmaydi va boshqaruvga aralashmaydi. Hattoki balandlik nazoratchisi ham nima bo'layotganiga tushunmaydi. To'qnashuvga 20 soniya qolganda ekipajlardan kimdir bo'lajak halokatni sezib qoladi. Yuqori eshelonga chiq. Qanaqa eshon? 150-eshelonga chiq. Pastga uchma. Ekipajdagi stress darajasi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Uchuvchilar xavfli vaziyat yuzaga kelganini nihoyat tushunadilar va undan chiqish uchun barcha tezkor choralarni ko'radilar. To'qnashuvga 11 soniya qoldi. Komandir avtopilotni o'chiradi va bort muhandisiga balandlikka tezroq chiqish uchun dvigatel tezligini oshirishni buyuradi. To'qnashuvdan 4 soniya oldin radio operator bulutlar orasida nimanidir ko'radi va umidsizlik bilan bor ovozi bilan qichqiradi. Yuqoriga 150-eshelonga. Ro'parada samolyot. Mahalliy vaqt bilan 18 dan 41 daqiqa o'tganda Dehli dispetcher markazidagi efirda arab uchuvchilarining so'nggi so'zi, ya'ni kalima-i shahodat yangraydi. Shundan so'ng Il-76 va Boeing 747 dispetcher radari ekranidan g'oyib bo'ladi. Dehli yaqinida Charxi Dadri shahri ustidan 4000 metr balandlikda Il-76 dum qismi bilan Boeing qanotlari bilan to'qnashadi. Samolyotlarda bo'lgan barcha 349 ta odam halok bo'lgan. Yerdagilardan hech kim jabrlanmagan. Tez orada pastki eshelonda uchib yurgan AQSh harbiy havo kuchlari samolyotining uchuvchisi dispetcher bilan bog'lanadi. Bizdan o'ng tomonda qandaydir portlash sodir bo'ldi. Juda katta portlash. Men samolyot qoldiqlarini ko'ryapman. Menimcha bu samolyotlar to'qnashuvi. Qaytaraman. Qandaydir portlash sodir bo'ldi. Juda katta portlash. Yonib yerga qulayotgan samolyot qoldiqlarini ko'ryapman. Halokat sababi Qozog'istonning Il-76 aviakompaniyasining 15000 funtdan 14000 funtgacha bo'lgan eshelonga ruxsatsiz tushishi deb topildi. Bu asosan ingliz tilini yaxshi bilmaslik va ekipajning muvofiqlashtirilmagan harakatlari natijasi edi. Shuningdek, Il-76 uchuvchilari orasida o'z vazifalariga beparvo munosabat ham qayd etilgan. Samolyotda havo to'qnashuvi haqida ogohlantiruvchi TCAS radar tizimi yo'q edi. Faqat bir necha yildan keyin u majburiy o'rnatiladigan bo'ldi. Ushbu falokat majburiy o'rnatish tizimini tezlashtirdi. Dispetcher Shri Dattaning harakatlari adekvat va ko'rsatmalarga to'liq muvofiqligi aniqlandi. Ushbu voqeadan keyin Hindistonda boshqaruv markazlarida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Ular samolyot balandligini ko'rsatadigan eng yangi radarlar bilan jihozlandi va uchish-qo'nish yo'nalishlari xavfsizroqlari bilan almashtirildi. Bu aviahalokatni tahlil qilish natijasida yaqinlashib kelayotgan samolyotning eshelon raqami bilan nomlamaslik, balki ekipaj raqamlari harakatlar davomida noto'g'ri qabul qilmasligi uchun uni shunchaki yuqorida yoki pastda deb aytishning yangi tajribasi ishlab chiqildi. Qozog'iston havo yo'llari halok bo'lganlarning yaqinlariga tovon puli to'lash kerak edi, lekin aviakompaniya moliyaviy inqirozga yuz tutdi va 8 yildan so'ng o'zini bankrot deb e'lon qildi.